Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti qoshidagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tarmoq markaziga tashrif buyurdik va bugun tinglovchilarni fikr mulohazalari bilan sizlar bilan bo'lishamiz. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti qoshidagi malaka oshirish markaziga kelib, ko'pgina ustozlardan ta'lim oldik. Huquqiy bilimimiz, yuqorida aytilgandek falsafiy bilimlarimiz, undan tashqari o'zimizning mutaxassisligimiz bo'yicha marketing bo'yicha bilimlarimiz, yangi bilimlar, ekonometrika, statistika, shular asosida statlarning tashkil etilishi, pedagogika kompetensiyamiz albatta oshdi deb hisoblayman. Bunday malaka oshirish jarayonida biz yuksaldik, biz nimalarnidir o'rgandik va o'z ustimizda ishlash bo'yicha yanada qunt bilan yangi mehnat qilish uchun ilhom oldik. Markazda mana biz salkam bir oy qatnashgan bo'lsam, birinchi o'rinda hayotimizda va o'zani pedagogik hayotda desa ham bo'ladi, bilimlarni oldik. Masalan, falsafiy dunyoqarash bo'yicha yoki har bitta sohada kerak bo'lgan iqtisodiy, nazariy bilimlarni chuqur o'rgandik. SPS dasturlari bo'yicha yoki shaxsiy kompetensiya, demak har bitta ustozga kerak bo'lgan auditoriyaga kirganda va jamoa bilan gaplashganda o'zini qanaqa tutib ko'rsatish, o'sha xulq-atvorini juda ham chuqur o'rgatishdi va kelajakda shu o'rgangan bilimlarni tajribamda ishlatishga harakat qilaman. Bilasizmi, bundan oldin boshqa tarmoq markazlarda ham malaka oshirganman va o'sha kelganimda yana ham bu markazdan boshqa yana qirralar ochilib, boshqa ma'lumotlar olib, ustozlarni ko'rib, ayniqsa menga eng yoqqan joylari o'sha qishloq xo'jaligi vazirligiga borganmiz va u yerda qilingan taqdimotlar, u yerda olgan ma'lumotlarim juda menga asqotadi shu kelajakdagi o'z faoliyatimda. Boshida to'g'risi aytsam, bir menda ma'lumotga ega emas edim. Hozir mana bir oy o'tdik, lekin juda ham bir taassurotli katta. Ayniqsa bu yerda muhit yaratilgani, shu o'qituvchilar berilayotgan ma'lumotlari, shu rahbariyatlar tashkillashtirgan, shu har bitta ishchilar bizga juda ham yaxshi munosabatda bo'ldi. Keyin bizda ko'chma mashg'ulotlarimiz ham bo'ldi. Mana hozir sekin asta hammamiz bitiruv malaka ishlarini ham himoya qildik. Shuni o'zida bir-birimiz chiqib, yana o'zimizning g'oyalarimiz paydo bo'ldi. Kelajakda yana katta maqsadlar qo'yib, shu erishishga harakat qilamiz. Rahmat bu markazga. Hurmatli tinglovchilar, bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.